Assalomu alaykum hammangizga. Xudo xolisa yana bitta patolog vahshiy o'zgacha stilda, yangicha stil, yangichalardan bo'lib mushni patolog olib chiqdi. Ona qaraysiz. Patologizni ozgina obzor qilib aytib ketadigan bo'lsam, chekasida esa korpus 100 bilan bo'lgan. 100 bin ustiga samokleysi kledan bosganmiz, samokleysidan yopishtirganmiz. Chekasidagi buni olgan pinyuslari ham o'zgacha pinyus, yangicha tilla svet. Вообще bonshni bo'lib chiqdi. Bir-biriga mos bo'lib chiqdi. O'rtasidagi natijali patolog bu ham aboylariga nimalariga samokleysi pinyuslari xonaga rasayat bitta kirishdi. Вообще o'zgacha qilib ochdi. Xudo xolisa moshni bo'ldi. Zakaz qilaverasiz. Bir ishingizga ko'ra bir baho berasiz. Buni hozir xomchot qilib turib, ketgan materiallarni hisobga ko'rsa 2 pachkaga ketdi, 3 ta yuziga ketdi, 2 ta chekasiga samokleysi kley ketdi, 6 ta mana zizakdan ketdi. Yana nima ketdi? 7 ta G-Google'dan ketdi chekasiga. Keyin bitta mana stillarni ham ishlaydigan o'rtasiga nima tilla svetdan yopishtiradigan. Shundan ketdi. Shu keyin natijani shu darajaga ketishiga barcha xonamiz 29 mingga to'xtab qoldi. Pinyuslarmi? Natijanoga bu korpu hamma yog'i mashina butishi shuncha narxga borib qoldi. Mana endi bir baho beringizda. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, aytaverasiz. Moshning zo'r qilib chiqarib berasiz, xudo xolasa. Ko'nglingizni taqlab, bir ustoga qo'yib bersangiz, ustani hozirdan professionalni zo'r qilib chiqarib berasiz. Bu tomondan yana endi qaraysiz. Endi ham yaxshi qani. Endiga qaraganda bu arzon ham tushdi. Illyustratsiyalar qo'yilsa, juda ham moshni chiqadi. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga murojaat qilaverasiz. Hamisha xizmatda biza. Hammangizga rahmat.